ikkala jamoa ham havoda juda yaxshi o'ynaydigan jamoalar sirasiga kiradi. Papariga yuqoriga ko'tardi to'pni, bosh bilan zarba va gol urilyapti. Qizilqum jamoasi hisobni ochdi 5-daqiqadayoq. Farhod Bekmurodov uzr so'ramoqda andijonlik muxlislardan. Sobiq jamoasi darvozasini ishg'ol etyapti Farhod Bekmurodov. Tezkor golga erishdi. O'yin menimcha ochilib ketadi. Papariga aylantirib ichkariga uzatdi. Himoyachilar Dilshod Komilovni yopish bilan band edi. Hammadan o'tib Bekmurodovga keldi to'p. U qiyinchiliksiz darvoza tomon burib yubordi. Adhamov ham chalg'ib qoldi. Darhol qo'lni yuqoriga ko'taryapti Farhod Bekmurodov. O'tgan mavsumni mana shu jamoa safida o'tkazdi Andijon. Mana Sulaymonov. Pas, yaxshi kombinatsiya, imkoniyat bor. Hisob tenglashmoqda. Andijon hisobni tenglatirdi. 1-1. Shatsikning o'zgarishlari hozirgina maydonga tushgan futbolchilar. Sal avval maydonga qo'shildi Bekzod Sulaymonov. Keyin esa u bilan birga tushgan Shohjahon Yorqinboyev gol uryapti. Havodan va qanotlardan yo'l topilmadi. Keyin markazdan yurib ko'rdi Shatski hamda Andijon va gol urilyapti. Bu safar himoyachilar yo'l bermadi. Yorqinboyev esa aqlli zarba yo'lladi. Himoyachi Dilshod Komilov to'p yo'lini yopadi, e'tibor bering. U esa darvozabon uchun ham olis burchakni tanlaydi gol urish uchun. 1-1. Yig'lab yubordi. Bugun hozircha ikkita gol ko'rdik. Ikkala gol muallif ham ko'z yoshini yashirib o'tira olmadi. Mana shunday o'yin bo'ldi. Muzaffarov, Salifu, markaziy himoyachilar ham hozir mash'al oldinga chiqqanligini ko'ryapmiz, lekin noaniq pas. Endi ortga qaytish kerak bo'ladi. Husayn Norchayev to'pni qabul qildi. Chap qanotga Oybek Bozorov. Hudud bor Oybekda jarima maydoniga kirdi pas. Siddiqovdan zarba va avtogolmi? To'p darvozaga yo'llanmoqda. Gol inobatga olinyapti Husayn Norchayev. 6-daqiqada Nasafni oldinga olib ham ko'chmoqda. Mana Bozorov qabul qilyapti. Siddiqov davom ettirdi, zarba yo'lladi. Va bu toza gol. 15-raqamdagi Muhammad Ali Aloqulov kutilmaganda Husayn Norchayevning yo'liga to'pni tashlab bermoqda. Ismoilov, Salifu hujumni davom ettirish mumkin. Javohir Abdualimovdan pas, jarima maydoni yuqoridan zarba yo'llanishi mumkin. To'p qolyapti. Zarba va gol! Mash'al hisobni tenglashtirmoqda. Muzaffarov Nurjahon Muzaffarov. Islombek Baratovning ham harakatlarini e'tirof etish lozim. Qabul qildi, bir raqibni aldadi, pas berdi ochilayotgan jamoadoshiga. Tezlik namoyish etmoqda. Akmal Mazgo'y
Oybek Bozorov jarima maydonida Nasafning 3 o'yinchisi bor, 4-inchisi ham keldi. Bozorovdan pas, bosh bilan zarba va gol! Husayn Norchayev dublni rasmiylashtirmoqda. Husayn Norchayev darvozabon to'pga tegindi, lekin qaytara olmadi. To'p ustunga tegib, keyin darvozaga kirib ketdi. Yana o'ng qanot Cholovich. Pas. Dragan Cheran! Qanday futbolchi! Joy tanlashi, zarba yo'llashi qoyil. Cheran 3-golni uryapti Nasaf uchun. O'yinda Stefan Cholovichdan aniq yetkazib olyapti. Dragan. Himoyachiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi ikkinchi qavatda. Nasaf so'nggi 2 golni bosh bilan urdi. Ikkinchi qavatda ustunlikni qo'lga oldi qarshiliklar. Zaxiradan maydonga tushgan edi Dragan Cheran. Berdiyev bu borada
yaxshi o'ynaganda OKMK bilan qo'bachisi Xurshidga yosib bo'lishiga qaramasdan muvaffaqiyatli himoyalanganda Sa'dullayev, buni esa Jumayev juda oson aldab o'tib ketdi. Hozir uni keyingi pas, Tursunovning zarbasi, keyingi urinish, aniq zarba va gol. Hisob ochilyapti. Sherbotayev kutilmaganda yo'lladi. 8-daqiqa va bu tezkor gol o'yinda tempning oshishiga sababchi bo'ladi. Voy, qanday harakatlar Jumayevda. Juda chiroyli gol. Dastlab havodagi kurash, Xo'janiyozov yanada yuqoriroqqa ko'tardi va gol urilmoqda. Shortan hisobni tenglashtiryapti. Jarima maydonidagi pala-partishlik hozir xalal berdi Surxonga. Mana havodagi kurash. Muhammadov yetkazib berdi, yo'q. Berdi ofsayd yo'q. Qoida buzildimi hujumda? Kurash bor bu yerda. Turtib yubordimi? Hakam tomonidan qabul qilinadi va gol. 1-1 hisob tenglashdi. Rostdan ham jiddiy gol. G'anisher Qodirov, yosh o'yinchi, gol muallifiga aylandi va hisobni tenglashtirdi. 1-1. Eshbotayev, Bekjon Rahmatov o'ng qanotda to'pni qabul qilyapti. Yuqoridan uzatmani amalga oshirib berdi. Zarba 2-1. Shortan hisobda oldinga chiqib olmoqda. Birinchi golga o'xshash holat. Himoyachilar yolg'iz qoldirgan futbolchi. Takroran ko'rishimiz mumkin. Arzulayevning zarbasi o'xshamadi. Vaqtida yetib kelgan Toshqo'ziyev zarbani aniq yo'lladi. Bu Shortaning golidan ko'ra Surxonning goliga o'xshab ketdi. O'sha birinchi goliga. Ilk urinish muvaffaqiyatsiz chiqqach, ortdan kelgan o'yinchi darvozani ishg'ol qilib ketmoqda.
kutadi. Deyarli o'yin uslubi bir-biriga o'xshab ketishi mumkin. Hozir Bunyodkorda yaxshi imkoniyat. Temurxo'ja zarba gol. Chiroyli gol, chiroyli pas to'xtatdi va yerga tushirishi bilan to'pni sakrashini kutib, qanday chiroyli zarbani amalga oshirdi. Tajribali futbolchi Temurxo'ja, jamoa futbolchi chiroyli uzatmani amalga oshirib berdi. Keling ko'ramiz, qanday yuzaga keldi bu gol. Bu 77-raqamdagi Muzaffar Olimjonov ko'rdi sherigi qayerda turganligini. Hujumni esa To'raqulov boshlab berdi. Ofsayd yo'q. Mana o'sha uzatma ko'kragi bilan to'xtatdi, tushirdi va chiroyli zarba. Himoyachilar kech qolishdi. Birdaniga baravariga borishmadi, imkoniyat berishdi. Temurxo'ja esa albatta foydalandi. Ko'kragi bilan to'pni to'xtatib, endi boshqa variant yo'q edi-da, biroz kutganda gol ura olmas edi. Temurxo'ja hammasini vaqtida beraverish kerak bunday pallalarda. To'p kimgadir tegib kirib ketish ham mumkin. 45-daqiqa 0-1. Xato. Va yana to'p oldinga yetkazib berildi. Biriga bir vaziyat. Temurxo'ja bu gal zarba gol. Gol Temurxo'jaga uzatmani yana o'sha Abdusalomov. Takror lavhada ko'rib olamiz. Temurxo'ja borib rahmat aytib qo'yish kerak. Voy qanday pas. Yaqinroq plandan ko'rsatishmadi-da. Temurxo'ja hammasini to'g'ri baholadi. Darvozabon qayerda turganligini. Mana o'sha pas. Ya qoyili. Yana o'sha fikrni qaytaraman do'stlar. Gol plus pas bo'yicha biz hisoblashimiz kerak o'sha to'purarlarni. Behruzbek Obloqulov, agar to'g'ri eshitgan bo'lsam, Maqsudxo'ja Alloxo'jayev ham maydonda, faqat u kimning o'rnida? Bunyodkorning yana bir hujumi va yana Temurxo'ja to'pni yerga yetkazib berdi. Zarba gol. 3-0. Bu safar qarzini qaytarmoqda Temurxo'ja. Nosirjon Abdusalomov raqib darvozasiga 3-to'pni kirityapti. Yana uzoq masofadan uzatma va yana Temurxo'ja to'xtatib o'tkazibdi to'pni. Sherigiga qoldirdi va qanday qilib Markus Tanoyevich tushgan ekan maydonga.